أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة. Hajning vojib bo'lish shartlarini bayon qilyapti. Ya'ni sharoitul vujub. Haj kimlarga farz bo'ldi bo'lsa, musulmonga farz bo'ldi. Qul bo'lmay hur bo'lish lozim. Aqli o'sha joyida bo'lish lozim. Balog'atga yetgan bo'lish lozim. Sahih, tan salomatlikka yaxshi, sog'lom bo'lish lozim. Qodir ala zad. Qodir ala zad va rohila degan shu al-istito'a. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا degan ki istito'a shu. Istito'ani mushunda izoh qildi. Zad berib kelishga yetkidik uzuqtulik yoki uzuqtulik setib oladigan iqtisod bo'lsin bo'ldi. Va rohila berib kelishga istito'a ular yoki mashina, aeroplandagi qatnash vositasi. Asli rohila degan safarga yaraydigan Raus tügünü deymiz. En-nâzu ke'bilin mi'ah la tekâdu tecidu fiha rahile. Kişiler 100 tügü okşaydı. Onun içinden seferge yarıqda bir tügünü ters tapsa. Ve nefakati zehâbihi ve iyâbi. Berip keliş çıkımını kılalayılan bolsa. İyâben qaytiş. Fadilan an havaicihil asliyye. Özün gündelik turmuşda lazım bulduğun ihtiyacının artıq iqtisodga ega bo'lsa, shu chiqimlar zad va rahila va nafaqat zahab va iyab o'zining va oilasininki odatdagi ehtiyojini artıq bo'lsa, havaijihil asliya o'zining asosiy ehtiyojidan artıq bo'lsa, va nafaqati iyalihi va balchaqlarning asosiy çıkımlardan artık olsa ila hini yaudu berip kelgengi kadar özünün ve balçaklarının asas çıkımından artık halatda berip gidiş çıkımı uzuqtulik hem harajatga ega bo'lsa ondan vacip bo'ladi. Ve yakunu at-tariqu amina. Yani bir şart yol xotirjam bo'lishi kerak. Bu matnning iborati bunu şerhlaydi. Amma İslam degan shartga kelsak, فَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ. Çünkü kafir ibadetini ada qilish salohiyati bo'lmaydi. Çünkü iman amallarning qabul bo'lishi uchun shart. Çünkü kafir haj qilsa-mu, undan qabul bo'lmaydi. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. İşte illa أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ dedi. Kafir olganlıktan onunki nafaqatları qabul qılınmagan. قال وأما الحرية أن hür bulaş kerak degan shartga kelsak, فلقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد حج 10 حجج ثم اعتق فعليه حجة الإسلام. Qanda bir qul 10 qatım haj qilgan bo'lsa-mu, keyin ozod qilinsa, islom farz qilgan bir qatimlik hajni qilishi vojib bo'ladi. Mush hadisga asosan. 10 qatimning maqsad ko'plik maqsad bo'ladi. Ha, ko'plik. Necha qatim haj qilgan bo'lib ketsin, ozod qilingandan keyin çokum aşu perzajne qilish lozim. Ve eyyuma sabiyyin hajja 10 hijac. Qanda bir sabiy bola sabiy vaqtida 10 qatim haj qilgan bo'lsa-mu, thumma balagha, keyin balog'at ketgandan keyin fa alayhi hajjatul islam yoki hajjatul islam. Uning perzajni ado qilishi vojib. Azim hadisda sabiyninkini mobillik qilib eklayotgan bo'g'ochqa billa bayon qilyapti. Lekin hozir so'z qulda.
وَلِأَنَّ مَنَافِعَ بَدَنِ الْعَبْدِ لِغَيْرِهِ. Aqli dalil kelsak, qulninki badanining manfaatlari boshqa kishining mulki hisobida. Boshqa kishi foydalangan narsa, ya'ni xo'jayin foydalanadi. Qulning kuchidan, sharkatlardan xo'jayin foydalanadi. O'zi foydalanmaydi. Fakana ajiza. Undan keyin qul qanday odam bo'ldi? O'zining kuchidan o'zi foydalanmaydigan yoki o'zining kuchidan foydalanib bajga borolmaydigan ojiz kishiga o'xshash. Va in adina lahu mawlahu, xo'jayini uningga ijozat bergan taqdirdami shunday. Li'annahu, chunki u xuddi ka'annahu a'arahu manafi'a badanihi. Xuddi u nimaga o'xshaydi desanglar, u ya'ni xo'jayin ka'annahu deganku xo'jayin a'arahu deganku al-abd. Xo'jayinning qo'lida ash qulninki kuchi ya kuchidan foydalanish huquqi bordi. Undan keyin bu kuchni xo'jayin qulga berib turgandek. Sen shu o'zingning kuchini ishlatib aj qilib kelgan degandek bir ahvol. Fala yasiru qadiran bil i'ara. Shunga u ariyatga berib turish orqali qodir hisoblanmaydi. Kal faqir la yasiru qadiran idza a'arahu ghayruhu az-zad va ar-rahila. Xuddi faqirga o'xshaydi bu. Boshqalar uningga oziq-tulik va ularga bilat va butun chiqimni bersa, ariyat berib tursa, uning haj qilishi vojib bo'lmaydi. Ya'ni shuni cho'qim qabul qilishing lozim demaymiz. Bu masalada aslida yani mazhab ulamolarining o'rtasida ixtilof bor yoki fuqaroning o'rtasida ixtilof bor. Ma kitobda boshqalar bir narsani bersa, olag'ini pul, bilat, butun chiqimini ko'tarma, haj berib kel desa, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarashida u odamning cho'qim qabul qilishi kerak emas. Qabul qilishing lozim shuni demaymiz. Agar o'zi qabul qilib, ma'qul deb berib qolsa, haji tamom. Joiz bo'lgan bo'ldi. Ammo yo'q, men qabul qilmayman deb qolsa, sen gunohkor bo'lsa demaymiz. Xuddi masalan, sen cho'qim qarz olib turib, haji berishing lozim deb ilzom qilmaganga o'xshash. Qo'lda pul yo'q-ekan, biz qarz berib turay desa, u kishiga sen cho'qim shu qarzni ilib, haj qilmasang gunohkor bo'lsa demaymiz. Albatta, haj qilish uchun shu mol-mulk sarf qiladigan iqtisod halol bo'lishi lozim. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Harom mol bilan haj qilish uchun haj qabul emas. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam, innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sahih Muslim rivoyat qilgan hadisda Alloh taolo pokdir, faqat pokni qabul qildi. Undan keyin jazoni aralashgan yoki shunda harom mol-mulk bo'lib qolsa, buningda haj qilish bo'lmaydi. Buning bu teniga chetishda harom tijorat qilgan bir odam bor edi. Bu talibning bisiga chiqimlarini ko'taray, hajga berib kelsa desa, uni qabul qilmaydi. Chunki bu harom mol. Harom molda haj qilish bo'lmaydi. Ya'ni masalan bankda ishlaydigan birisi bo'lib qolsa, bankining kirimi asosan jazoni kirim bo'ldi. Ay bankidan masalan islom olimlarining shu jazoni bankilar ko'p-ku, bankidan bizning xizmatchilarni hajga kirmaymiz deb qolsa, uni qabul qilmasa bo'ldi. Masalan Cahiliyet kılaklıda mesela rasatlanan olsa, aklını ticaret almıştırıp şu kılır. Hani ikiye çıkan olsa. Cahiliyet dediğiniz zaman rast aslında karı kafir olsa, keyin Müslüman bo'lgandan keyin İslam ecubbu ma qablahu deb uning mal-mulk noldan boshlangan bo'ldi. Bundan keyin undan diqqat qilish lozim. Agar cahiliyet deganlardan fasik Müslüman, o'zi Müslüman, lekin unda fasik ularni Allohlarning faqatida kelgan bo'lsa, keyin shu mol-mulkni poklashingiz lozim deymiz. Poklash lozim. Masalan, tamoq tijorat qilgan bo'lsa, aroq tijorat qilib, jazoni muomala qilib, keyin undan bu chatoq ishgan, men to'g'rilay bo'lgandim desa, tijoratdan topgan pul va gazani chiqarib o'tib, asli sarmoyani qoldirib qo'yadi. Bunda pokizlash uchun. Bu unda tathirul arzaq degan doiraga kiradi.
Ulamalar şunda kirni keyin tövbe qilgandan keyin qanday paklaymiz desa, mana usulda paklaysiz deb bayon qildi. Shu tariqada tozalash lozim. Boshqaning haqqi bo'lsa qaytarish lozim. İlgisi yo'q aram tijorat bo'lsa qutulish lozim undan. Aslandan o'zininki sarmoyasi aqlli. Yoki anda shundaroq bir usullar bor. Ayizında mesela hükümetle birleşip kahvemke mesela talimin yardımına hükümetle birleşip beraber netman mamaya için ecvarda almalar çok. Bu başka Müslümanlarınki mal mülkünü gasp kılışla ibaret. Tatip edişle ibaret. Başkanın mülkü o. Tatip ağaçının mülkü o da kılmaydı. Ona ilgisini bilse ilgisi kaytırdı. İlgisi öyle ketken olsun miras koruluğu kaytırdı. Yoki ilgisinin namida sadık kılıyordu. Arabın ikinci mesela. Başka sadık kılıyordu. Arabının tamakının ticaretinden kirgen kirim olsun. Nağınken şu meselede başkalar bir narsa birip kalsa, bütün çıkımlarından biri hec kılıvaslar, dep kalsa, başkalarının hediyesini kabul kılıp hec kılış gerek mi, gerek emas mı diyen meselede İmam Ebu Hanife başkalarının pulundan beraberliğin olsa bu kadir hesaplanmaydı. Özünün iqtisodiydan birorlig'im bo'lsa, undan qodir bo'ldi. Agar qabul qilib berib qolsa, mayli, joyida bo'ldi. Lekin qabul qilishi kerak emas, ixtiyoriy deydi. Shu masalan, ama bir kishi bor. Ama bir kishi masalan jumaga berish masalasi bo'yicha ixtilof o'tgan. Birisi itilab olib qo'yilgan bo'lsa, jumaga berish kerakmi, kerak emasmi? Hajga ama bir kishi men davomli qilsa, hamrohlab Apırıp eklay, ecgül vasıl dep kalsa, makulda kubul kılış gerek mi? Yaptıp red kılırsa, günahkar olamıdı. Ya ki balısı, ayrım ticaret ve iktisad ve balısı, bütün çıkımlarını makip bir ayda da, silah ecgül vasıla dep, kulunu belse dadısı kubul kılış gerek mi? Ya ki dadısı çıkımında balısı kubul kılış gerek mi? Ya ki ayalı, altın asoklarını setip, nima qilay, silah ecgül vasıla dep, iriga shunda hadiya qilay deb qas qabul qilish kerakmi? Imom Abu Hanifa qabul qilish kerak emas. Qabul qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Nima uchun desa, buningda bir xil minnat bor. Minnat bor. Keyin bu talibga pulni berib bo'lgan kishi umrining oxirida Sulmon ajib qilib qo'ygan, deydigan. Ayoli davomli Sulmon ajib qo'ygan deb cho'qishib qo'ydigan. Aslında minnetli bulgan iken o minnet diyen ağır narsa. İmam Ebu Hanife'nin nazarında okşaş. Yani mesela aslında idaresi deyimiz, şirket, aran kirim kıldığın şirket, mesela hükümet değil. Hükümet özünün çıkımı ezgi yapırken, onun bir xil minneti var. Ondan keyin onun geçsiz olduğunu. Hükümetten ezgi yapargan zilni. Nağınca hükümetinin maaşını mındak reşler lazım diyor. Nağınca kulu kılıç yerine bağmayma. Özden pul tapalsam barama bulmuşsa, başkanın pulu bağmayma dese, Ebu Hanife'nin nazarında günahkar bulmaydı. Mesela kapparat vacip bulup kalan bir kişi, kapparat birdiğen kısat yok oldu. Bireyle mağdurunu bireysiz kapparat bir vaziyse, xalası kulu kılsın, xalası kulu kılmışsın. Yani pul tapanda özden birma dese, maydı. Lekin sahiben kabul kılışı lazım. Çünkü bu başkanın yardım bir şeyden baralaydigan bo'lganken bu mustati hisobida, qodir hisobida. Şu qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringiz. Yani bu yerda hozir İmam Abu Hanife kim birishidan qat'iy nazar o'zi baralaydigan bo'lsa berishi vojib, undan boshqalarning yardım bilan berishi vojib emas. Xalsa qabul qilib bas ixtiyori umuz günahkar olmaydı, reddilmesi günahkar olmaydı dedi. Sahiben kabul kılışı lazım. Hanbali mezhepte mi kabul kılıç gerek emas. İmam Ebu Hanife'nin okşaş. Dadısı basımı şunda. İmam İbn Kudama El-Mughni diyen kitabda şunda. Ve la yelzumuhu el-hac bibedli gayrihi lehu ve la yasiru mustati'an bidâlike sevâun kânel bâdilu qariban ev ecnebiyyen. وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا وعند الشافعي أنه إن بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه لأنه أمكنه الحج من غير منة
فلزمه ولا ضرر يلحقه فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة. نقول حنبلي مذهب من قرشة إمام أبو حنيفة وخشاش. İmam Şafii'nin mezhebinde eğer oğlu dadısqa maqulda hech qilib kasli desa qabul qilishi lozim. Şafii mezhebinde. Undan başqalar ba'zi qabul. Dadisi ba'zini qabul, ayoli ba'zini qabul qilish kerak emas. Yani o'sha hammadan o'xshash Hanbali mezheb bilan Şafii mezhebida. Faqat Şafii mezheb oğlu bir qilsa qabul qilish lozim degan. İmam Navawi Mecmu' degan kitobida in badal al-ajnabi la yajibu qabuluhu. Ecnebi adam. Yani tuqqanlıcı olsa tuqqanlıcıdan oğlu birib qalsa qabul qilish lozim, boshqalarning qabul qilmasin. Yani bu qul meselesinde xo'jayin maash ishlab tursa deb buni davomli ish qiladigan bo'lgandan qul xo'jayinning ishidan baka olmaydi odatda. Undan keyin buning da asosan ijmo bor. İmam İbn Muzir bunda degan: "Ejma ahlul ilm illa men shazza anhum mimman la yu'taddu biqawlihi khilafa anna al-'abda in hajja fi hal riqihi thumma u'tiqa an 'alayhi hajjat al-islam idha wajada ilayhi sabila." Bunda ijmo. Lekin qul holatda xo'jayini ruxsat qilib, pul molni berib, ya o'zi bilan birga xizmat chaqirib, birga berib haj kelsa, haj qilgan bo'ldi. Naplaji esa. Keyin azat olib ketib qolsa, cho'qim farzini qilishi lozim. Wa amma al-aql wal-bulugh. Aql bo'lishi, baligh bo'lishi degan shart kelsak, فلأنهما شرط لصحة التكليف. Mukallaf bo'lishning sharti bu ikki sifat. ولما مر في الحديث ويقردا o'tgan hadisga asosan qaysadis رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ياكي وعن المعتوه حتى يعقل. مش hadisni demoqchi. Ana yuqorida o'tib ketgan mushibatning ustidagi va ayyuma sabiyyin hajja 10 hijaj thumma balagha fa alayhi hajjatul islam degan bu hadismi bulugh degan nuqtaga dalil bo'ldi. Lekin shu kitobdagi qul va sabiy haqida kelgan rivoyat ojizroq. Undan boshqa hasanroq rivoyatlar kelibdi aslida. Lekin kichik bola hajga qolsa, hajga haj qildi deymiz. Sabiy bola hajga hajga hisoblanib savob bo'ldi, ota-onasi savob bo'ldi. Uni vojib bo'lmasmi ki haj qilsa, haj qilgan bo'ldi. Balog'at ketgandan keyin cho'qim farz hajni qilish lozim. Bu xuddi bir nafla yoki yanchi qilishga turgan savobdan iborat. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma qala رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. İmam Müslim rivayet hadis. Bir ayol bir yaşa 2 yaşlık bir sabiy bolasini ko'tarib, "Ya Rasululloh, ma bu ajkesi bulamdi, sayı buldu, ecir bor." Ondan keyin sabiy bola ajkesi buldu. Ata-onasi ecir buldu, sabiy bolag'imi foydasi tegdi. قال وأما الصحة أن تنسلامة المسلس كاسك فلأنه لا قدرة دونها. Sağlam bulmağa ahvalda ecki bir işqa qadir bulanmaydı. Mesela oturup qalğadan bolsun, arvada oturduğan. Ya ki palaj, ya ki putu kesip ketken, putu yok. Ya ki onun başqa yetip qalğan kesel, aslında safar qilib ecki bir kilanmaydigan deriziki kesel bolsa, unaga vacib bo'lmaydi. قال والخلاف في الأعمى كما تقدم في الجمعة. الأعمى kişide ihtilaf var. Bu ihtilaf أعمى kişi cuma berishi vacib mi, vacib emasmi degan kitob-ı salatga mabhasda o'tib ketgan. Hanifi mazhab imomlari agar أعمى kishini yetilab jumaga opiradigan kishi bo'lmasa, uni jumaga berishi vacib emas. Bunda ittifoq. İmam Abu Hanifa yetilab opirib qo'yilgan odam bo'lsin vojib emas unga. Chunki yetilab opirib qo'yilgan odam shu minnat bo'ldi. Ham o'zining nimasi emas, o'zining qudrati bilan qodir bo'lmagan ahvol. Boshqalarning yordami bilan bo'lgan ahvol. Lekin sohiba
Başqa birisi fidokorlik qilib, "Men sizni olib aklay" deb qolsa, yoki qo'lda iqtisod bo'lib, jumaga olib akiladigan kishini kiralasa, her jumaga olib akilishga masalan 50 qo'y berman deb ashuna bir odamni to'g'rilasa, berishi vojib deb qaraydi. Endi bu haj masalasida İmam Abu Hanifa hajga billa olib akiladigan hamra tepilgan taqdirdami amaga haj vojib emas. Lekin qabul qilib ma'qul sizlar olib akasizlar deb qolsa mayli. Jumadami shunda, jumadami yetilab olib qo'ydigan odam bo'lsa, xolisa ma'qul olib akasi deb qolsa bo'ldi. Xolisa bo'lmayman deb o'zi peshin o'qisa bo'ldi. Gunohkor bo'lmaydi. Vaqila ma'lum ajizroq bir tahlil. Yuqori qilsa, hani mazhabda hali aniq bir xulosa. İmam bunda dedi, sahabe bunda dedi. Endi ba'zi ulamolar yo'q, bu imom bunda, sahabe bunda emas, sahabaning qarashi boshqacharoqdir deb bakkan ajizroq qarash. Endahma sahabaning qarashi siz degandek emas, mundati deb bakyotilar ba'zi. Endahma la yajbalayil haj. Sahabaning nazardimi ama kishi olib akildigan tapalisimi onun haj vacib olmaydı. Lennel bedle fil qiyadi galibun fil cum'ati nadirun fil hac. Çünkü yetilab opirib akilish degan jumaga opirishda necha qadam chiqadi onunga. Bir soat ichida opirib akib o'zi bag'at bilan opirib akasa ta'sir emas. Opirib akildigan necha qadam topalaydi. Lekin hajda bir ama kishining tun ehtiyojini qamdab opirib akilish mushkul ish. Ona adam tepiş ters. Yani ters olğaçqa hajda ama kişiga ecvacı bulmaydı demek. Yani şunda yetilab opirib akildigan kishi tepilgan taqdirdimi sahiben onunğa vacib emas, yani onu qabul qilib ma'qul deb billah berishi vacib emas deb qaraydi. Lekin kuchli qarash Hanafi mazhabda sahiben shuni qabul qilish lozim. Qabul qilmay hajga bormasa gunohkor bo'ldi deb qaraydi. Şunun o'xshashimda sihha dedi, yetilab opirib qo'yadigan kishi dedi. Bu tan salomatlik munosabatlik masalalami shu. Ammo ko'zi sog'lom bo'lmag'achqa sihhaga qidirdi. Şunun o'xshashimda turma uzunlab qolgan kishimi shunda. Turmada kishi baranmaydi, g'ayri qodir. Yana hukumatdan qo'g'ab qolgan kishimi shunda. Masalan, hajga borsang 100 ming qo'y jarimani to'laysa, 2 yil turmada yotsa deb tahdid solgan ahvolda shunda tahdidga uchragan kishining hajga berishi vojib emas. O'zimi bormaydi, boshqalarni cho'qim haj badal qilib qo'ysin deb boshqa kishilarga haj qildirishi kerak emas. İmomning nazarida shunda. Hozir shu imom bilan sahobaning o'rtasidagi ikki xil qarashni qilib qolgan masala. Sahaben undaydı. Eğer özü baranmay qalsa, turmuda o'g'anlikdan. Eğer özü borsa, bunu avar qilganlik jihatdan özü bormay qalsa, hech biraylarni buni o'rnida ajib qo'ysalar deb aj qildirishi lozim deydi. Chunki qodir bi g'ayrihi bo'ldi. G'ayri qodir bi nafsihi, walakinnahu qodir bi qudrati g'ayrihi degan. Eğer turmuda yetishmada davomlashaversa, bu ojiz bo'lsin, ammo eğer g'ash turmudan chiqib, ki imkoniyat yer bir qalsa, berishpas, cho'qim berish lozim. Hukumatning tahdidida keyin yo'qolib ketib qolsa, hajga olsa, avar qilmadan bo'lib qolsa, keyin hajga berishi farzlashdir. Yani masalan, sahiban o'zi baranmay qolgan taqdirda boshqalarni o'rnida haj qildirish lozim deydi-ku. Sahiban keyin o'zi yo'qolib ketib qolsa, o'zi bora oladigan bo'lib qolsa, keyin o'zi berishi, bir qatim berishi lozim deydi. Ne bulur? Bunda onken bunda kişiler İmam Abu Hanife mesela turmudaki yakında özürlü kişiler İmam Abu Hanife özü baranmadan bolsa turma solanganlıktan ya karşında kesel olganlıktan ya ki hükümetin tahdid uçraganlıktan özü baranmadan bolsa başkalarına kıldırış gerek emas. Ölüp gitay dep qolgan çağda vasiyet qilib bolalarimman ejni qilanmadim, sizlar qo'yinglar deb vasiyet qilishim kerak emas. Sahiben eğer ölüp gitish oldida olsa vasiyet qo'yish lozim. Çünkü bu başkalar orqali haj qilaysiz qiloladi deydi. Yani geldiğinde bu vacip bo'lgandek bir ahvol.
قال وأما القدرة على الزاد والراحلة yani uzukçuluk ve katnaş vasıtalarına imkanının yer biriş meselesi kelsek ve nefakati zehabihi ve iyabihi berikiliş çıkımlarına kelsek felastata'a dunaha şu bulmasa o ecgi bırakmaydı mustati' bulanmaydı ve su'ile sallallahu aleyhi ve sellem anil istata'ati fekale ezzad ve rahile azrak rahilde kelgen var. وهكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما استطاع ولله على الناس حج البيت كاش آياتنا الزاد والراحلة ده تفسير كيا برنت صاحبدن şunda tefsir kâge lekin şu zad ve rahile degan masalmo ulamoning o'rtasida to'p qolgan masala barliq olimlar istita'a bo'lmasa haj farz bo'lmaydi dedi ittifaq çünkü ayette velillahi alinnas hajjul bayt men istata'a ila sabila istita'ni şart qo'ydiman şu ittifaq lekin istita'a zad ve rahile mi yoki undan boshqa jinasimi deganda ixtilof tushadi birinci qarashda al istita'a shu zad ve rahildan iborat degan qarash bu jumhurning qarashi Hanafi, Shafi'i, Hanbali shu mazhabning qarashi bunun dalili mush kitobda bayon qilgan hadis hadisda ma yujibul hajj deb so'rasa Rasululloh az-zad va rahila degan bu hadis Hasan Basri'dan mursal rivoyat qilingan va uningdan boshqa bir necha yo'llari oz yo'llari bo'lg'achqa ba'zi ulamolar jumhur ulamolar bu hadisning yo'llarining ko'pligi bilan bir majmu' turuq sal jallanib dalillikka yaraydi deb qaraydi Hasan darajalik buldu. Bunun üstüge mursal hadismi Maliki, Hanafi mezheplerde delillik yaraydı. Şafii mezhepte bazı bir şartlar bilen yaraydı. Bunların müşahhis Hasan Basri'den mursal rivayet kılıngan. Ondan keyin bazı aciz rivayetlik kelganken o mursal hadisini sal jallandırdı. Onundan başka İbn Abbas radhiyallahu anhu'daki bazı sahabelerden istita'ni zad ve rahile deb tafsir qilganlik kelgan ekan jumhur ulamolar shunda yig'ib dalilga yaraydi ekan ikkinchi qarash o zad va rahila degan shart emas unda bekitish shart emas maliki ulamoning qarashi bara oladigan bo'lsa istito degan shu qanday bo'lsin bara oladigan bo'lsa istito shu masalan menib bara oladigan bo'lsa mustati bo'ldi rahila bo'lish kerak emas uzuqtilik zad masalan berip kelishga uzuqtilik yoki shuning puli bo'lmasimi bu shu hajga berib kelish jarayonida kishilarning xizmatini qilamdi ammonlik qilamdi yoki haj berib satrashlik qilamdi bir kasb qilsa o'zining nimnodillik tepiyadigan bo'lsa haj qilib kelib olsa bu mustaqil bo'ldi shuni zad rahilani shart qilmaymiz sizlar dalil qilgan bu zad rahila hadisi ajiz deb maliki ulamolar shart qilmaydi yani şu hajga berib kelishda favqulodda bir qiynalib qoladigan ahvol bo'lmay menib basini berib ashada har kuni xalqning ishini qilib berib tijorat qilib yo bir hunar kasb qilib nimnodillik tepiyadigan bo'lsa berib kelsa bo'ldi bu maliki mazhabning qarashi bu oyatdan dalil qilib va'adin fin-nas bil-hajj ya'tuka rijala وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يأتوك رجالا يعني راجل yani piyada ve ular bunga alat kildo dedi. Piyada kildo degandan shu piyada bas bulganlikka chiqdi o. Piyada basimi qodir istita buldi o demakchi. Yani shu oyatda piyada kelgan bilan ular bilan kelganni bir qatorda sizda Alloh taolo. Hatta piyada kelishni oldin o'ringa qo'ydi. Ya'tuka rijala zad va rahila degan hadis so'zsa u ojiz. Agar ma'qul sahih deb qarasaqmi bu xaraja maxrajil g'alib. Ko'pincha ahvoldan ular shunda uzuq-turuqni tayyorlab safarga chiqadigan bo'lg'achqa xaraja maxrajil g'alib demakchi. Chunki uzun safarlar odatda shunda ular bilan uzuq-turuqni olib safar qilgan bo'lg'achqa. Agar jumhurning qarashi shu jalliq. قال والراحلة أن نهتري شق محارة أو رأس زاملة
Rahile degan nimadan iborat? Ya'ni uloq yoki qatnash vositasi nimadan iborat desa, shu chaqlarda eti o'lib qolsa, tugisi, qechiri o'lib qolsa, eshik o'lib qolsa, ular qildi. Lekin o'zining bo'lmasin masalan, pul olsa, kiralab bir tugilmasa ikkidan mingan bo'lsa, ikki o'rindiqlik bir tugi olsa, bir o'rindiqni kiralab mans bo'ldi. Shiqqa mahara degan maharaga kajuga o'xshash narsa. Kajua. Tugining ustiga cho'ng egada narsani qo'yamiz. Qo'ygan keyin ayollardan birisi ikkisi o'tirdi. Uni ayollar ko'ranmasida bunda tayoq bilan parib to'sab, kichik bir hujurdek bir narsa shakllantiramiz. Bu kajua. Ama mahara deganmi shunga o'xshash bir narsa. Yoki qo'sh egalik desak, ikki tarafga ikkida o'tiradigan bir cho'ng ega bo'lsa, o'ng tarafda bir kishi, so'l tarafda bir kishi. Bir kishi o'rindiq, masalan, avtobus desak, bir kishi o'rindiqqa bilet ola olsa degandek. Aw ra'sa zamila. Zamila degan yuk ortilgan uloq. Yani tugiga masalan yuk ortib qo'ydik, ama yuk ortganligi yukning ustida tag'ilmagan bo'lsa, bu oldi tarafida yuk ortilmagan oldi tarafiga minvasin bo'ldi. Ra'si zamila degan shu. Zamila degan yuk ortilgan tuga bo'lsa, qon ustida o'tirmagan bo'lsa, bo'yniga minvasin bo'ldi deydi. Masalan, bu o'rin chiqmasa, shunda bo'lsa, baraladigan bo'lsa, shuni kiralab bo'ldi deydi. Duna aqabatil layli aw an-nahar. Aqaba degan navbatlish minish, almish minish. Masalan, bir qechir desak, bir qechirga bir odam minadi desak, ikkalam bir qechirni kiralab, bir soat sen mingan, bir soat men minay, ya kunduz yo'l yurgansan men, kechasi yo'l yurganim minay degandek. Yoki masalan poyezdda bir karvat o'pidan birini, o'rindiqdan birini, nima qilib o'rtilgan yerdan birini bilatilab 5-6 soat u yetib olgan, 5-6 soat bu yetib olgan deganda ekan. Shunda bir nima qilsa, bu chaqda istita bo'lmaydi deb, qatnashishga erishgan bo'lmaydi deb. Ya'ni o'z vaqtida shu uloqda navbatlangan bo'lsa, u uloqqa erishdi demaymiz. Li'annahu la yakunu qadiran illa bil mash. Chunki u navbatlash berish ahvolida cho'qim mangmay baramaydi. Hamrohni o'tkagancha bu minish lozim. Undan keyin shu masofani cho'qim yerimini sen minib berishing lozim degandek ahvol. Bu chaqda rahilaga bo'ldi demaymiz. Falam yakun qadiran ala ar-rahila. Wa amma kawnuhu fadilan an al-hawaij al-asliyyati. Endi asli ehtiyojning ortiq bo'lish shart degan mashart kelib qolsa, فلأنها مقدمة على حقوق الله تعالى. Çünkü insanın, bendenin ihtiyacı hakkı Allah Teala'nın hakkının aldığını örüntürdü diyen bu ağaçta. وَكَذَا عَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ. Şundakla balçaklarının ihtiyacını artık bulaş lazım. لأنها مستحقة لهم. Çünkü balçaklarının nafkası, li'annaha balçaklarının nafkası aşularının hakkı. Balçaklarının hakkı. Şula qarta geldiğinde qarz mustahakka degan aşunun ilgisi şular yedi. İlgisi şular. Bunun geldiğinde vaciptek. Mesela ayalının ve balalarının ki çıkımını kırış bunun geldiğinde vacip. Ve hukukuhum ve bendilerinin balçaklarının ayağının çıkımı muqaddamatun ala huquqillahi taala. Allah Taala'nın haqqı olan hecdin aldın orunda turdu. Li fakrihim ve ginaihi. Çünkü ay balçaqlar, ayalı, amuş insan özü hemmisi fakir. Allah Taala olsa bendilerinin ibadet kılışı ve taat kılışıga ihtiyacı yok. Havacil asliyanın ibaret ise mesela öy. Burun qoğulda bir at mesela, qesir degandek uloq, kiyim-kechak, qurollara, öy saymonlari, bolalarninki chiqimlari, kiyim-kechak va yemak-ichmakka hajilgan chiqimlarni ko'rsatdi. Nafaqatul iyal desak, tamoq, kiyim-kechak va turalg'u. Wa kaza fadilan an qada'i duyunihi lima bayyana. Shundaqla qarzlarni to'lab bo'lgandan keyin oshirgan bo'lish kerak. Qarzni
ikkiga bo'lish mumkin. Hajga bormoqchi bo'lgan kishining hozir birdigan vaqt kelib qolgan qarzi bor. Faloninkini o'tgan oy berish lozim kechib ketdi. Bermay, men hajga boraman desa, qarz egisi to'xta, mening pulimni bir o'tib, ondan borsa deb to'silish haqqi bor. Cheklab qo'ya oladi. Qarzingizni ma'qul berib kiraversa, kelgan beradi deb qasmaydi. Ammo shuningki ruxsati lozim. Endi vaqt kelmagan hozir kelar yil birdigan bo'lsa, o joyda berib kelsa bo'ldi. Qarshida o'zidagi to'y qilishdan yoki o'zga bozorda rasm qilishdan boshlashga agar endi o'g'illar bo'lsa, o'g'ilning nafaqasining dairasiga o'g'ilni olib o'ylab tajribalarni hajga berib o'tib ondan o'laydi. Chunki bu ehtiyoj bo'lsa, ehtiyojninki nimasi farz darajalik nima emas. Ya'ni vojib bo'lgan nima emas. Bu bir mustahab, endi bir doiralik ish. Yani to'y qilishning o'zining hukmi normalda sunnat deymiz. O'g'lini o'ylashning hukmi cho'q desa, bu mustahab. Dadisi vojib emas. Lekin dadisi o'ylab qo'ysa yaxshi deymiz. Undan keyin haj farz bo'lg'achqa haj oldin o'rin turdi. Lekin to'y qilib bo'lgan bo'lsa, unda xotinni, bolani beqish lozim. Buning gardida vojib. Undan keyin bolalarni beqish hajning oldida turdi deymiz. قال وعن أبي يوسف رحمه الله ونفقة شهر بعد عوده إلى وطنه. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh'den şunda rivayet ettim. Yüzde qaytib kelgandan keyin hajdan bir oylik chiqimi eshitish lozim. Nima uchun? Chunki ko'pincha ahvolda safardan kelgandan keyin bir oygacha o'zining nakasbak tijorat va ishlarga tutish qilib kirish bo'lmaydi. Hajdan kelganda me'morlik kelib turdi, o'zida do'konni ish bo'lmaydi. O'quvchi bo'lmasa hajdan kelsa, islom darsi boshlanmaydi. Bir haftadan keyin yataqqa joylashib, undan keyin 10 kun tepib, undan keyin dars qilishadi. Wa in kanat lahu darun la yaskunuha wa 'abdun la yastakhdimuhu yajibu alayhi an yabi'ahuma fil hajj. O'zi o'tmaydigan bir uy bo'lib qolsa, ortiq uy ekan. Ishlatmaydigan bir qo'l bo'lib qolsa, uni hajga sarf qilish uchun setish vojib. Qullar ortiq pul yo'q. Vajga boramayman deb o'tmay, ortiq shunda uy, turalg'o, mol-mulk narsa bo'lsa, setib, ashun pulida berish lozim. Yo'q, bu Hanafi mazhabning qarshi, hatto shu jumhur ulamoning qarshi bu. Qaytgandan keyin bir oylik chiqimi ish lozim degan Abu Yusufda bunda bir kelgan qarash. Va an Abu Yusuf qaytib qo'ydi. Abu Yusufning alohida shu gapni shu gap bir to'xtalib o'tibdi ekan. Bir oylik chiqimmi ortiq bo'lish lozimdir. Endi bu jumhurning qarshi. Qo'lda naqd pul yo'q, lekin zimin va o'tmaydigan uyli bor, biz qolgan mol-mulk va ashuni setib, hajga borsa deymiz biz. Masalan, qo'lda mol-mulk bor ekan, naqd pul yo'q desak, mush kishi qo'lga ortiq narsani setib, pul qilib hajga berish vojibmi degan masala. Ulamolar hammasi ittifoqga o'rin, o'zi zurul ishlatayotgan, o'tirayotgan uy, tijoratga ishlatayotgan saymon, do'kon, zavod masalan. Shunday narsani setishi kerak emas. Uni setib turib hajga berish kerak emas. Bunda ittifoq. Yana ehtiyojdan ortiq, ashuna turadigan iqtisod mol-mulk bo'lib qolsa, uni pulga aylantirib haj qilish vojib deganda ittifoq. Davlatga bir ehtiyojdan ortiq narsa, zurul ehtiyoj bo'lgan narsa ikki ayrib. Agar ehtiyojdan ortiq, ashunda mol-mulk narsani setib hajga bormasa gunohkor bo'ldi. Bunda bu ittifoq. Ya'ni mush qarash hamma olimlar ittifoq. Agar kishi zavod bo'lib qolsa, setish kerakmi yoki biz ya o pul tepayotgan narsa bo'lganki, uni setish kerak emas. Pul tepayotgan bo'lsa, setish kerak emas. Lekin masalan ishlatmaydigan, unda to'xtab qolgan bir zavod, adam o'tmaydigan uydan 3-4 bo'lsa, uni setib berish lozim. Undan keyin zimin, mol-mulk va chorva mollar ortiqcha inda bo'lsa, buni cho'qim setib berish lozim. Lekin o'zining turmush uchun zarur bo'lsa, setish kerak emas. Agar turalg'i uy yo'q, o'zining turalg'i uy yo'q ekan, masalan ijaraga o'tirgan deydi. Lekin uy og'ida qo'lda naqd pul bor ekan. Agar uy setib olsa,
Eşkiyede iktisat kalmaydı, aşmaydı kıldı. Mesela 500 bin köy desek 500 bin köy kıldı ba, uyanmagan. Mesela 500 bin köyga köy yapasa kıldı, kılmaydı. Bunda olurken bunda kişiye ecz farz olmaydı, vacip emas ekan. Çünkü bu özünün zörül ihtiyacıga işletishga lazım bo'lgan pul. Lekin mushunda ahvollarda bunda qilish vacip emas. Bir sochda qilibdi. Qazi turib, hadiyani qabul qilib turib, uyga setib ejgi beribdi. Mayli. Berib qolsa mayli. Lekin bunda qilishing vacip demaymiz. قال ولا بد من أمن الطريق لأنه لا يقدر على الوصول إلى المقصود دونه. Yani bir şart yol bexatar bo'lishi lozim. Yol bexatar bo'lishi. Yol bexatar bo'lishi lozim degan bu shart Hanifi mazhab imomlaridan kelgan ba'zi qarashda vojib bo'lishining sharti. Min sharoitul vujub. İmomlarimizdan kelgan ba'zi qarashda sharoitul ada deb qaraydi. Sharoitul vujubdimi, sharoitul adadimi deb Hanifi mazhab ulamolari ikkiga bo'linib ketgan. Lekin Hanifi mazhab hisob qilgan qarash asosan ko'pchilikning bu hisobligini bu sharoitul vujubdan deb qaraydi. İmam Abu Hanifa'dami sharoitul vujub deb bunda mazmunda rivoyat qilgan. Bu İmam Malikning, İmam Shafi'ning, ya'ni İmam Ahmad degan bir rivoyat. Ya'ni jumhurning qarashi sharoitul vujub degan qarash. İmam Abu Hanifa'dami yana bir rivoyatda yoki Hanifi mazhab imomlarining ba'zilari qaragan qarash min sharoitul ada. Sharoitul vujubdan emas, sharoitul ada degandir. Bu İmam Ahmaddan bir rivoyat. Yani bu ikki xil qarash yo'lda, ikki xil qarashning bunda ayrışning nima farqi bor? Agar birisi yo'l bexatar bo'lmadi, lekin buning boshqa hamma hech qilgan shart hozir bo'lgan. Lekin yo'lda urush bor masalan. Suriya orqali o'tgan bo'lsa, urush bo'lganlikdan Muhammad deydigan bunday ahvol bo'lsa, bu gardinga vojib bo'lganda, lekin ado qilishda bir shart kam bo'lib qilib baramay qoldi. Undan keyin bu odam o'lib ketadigan chog'da qanday qilish lozim? Bolalarim men gardinga hech farz bo'lgan, lekin yo'llarda urush bo'lganlikdan baramay qoldim. Meni o'rnimda sizlarga qondiq vasiyat qilish vojib. Agar shartul vujub deydigan bo'lsa, bu urush bo'lganlikdan yo'l bexatar bo'lmag'achqa, bu odamning gardinda vojib bo'lmagan, tigidan vojib bo'lmagan. Undan keyin bu odamning vasiyat qilishi kerak emas. Shartul ada deganlarning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ma yujibul haj deb so'ralganlarga yoki al-istito'a haqida so'ralganda az-zad va rahila deyishnaman. Lekin amnut tariq ulash lozim, unda ulash lozim demadi. Shu xatoda sanamada. Lekin sharoitul vujub deganlar-chi Alloh taolo man istito'a ilaysa bila deb istito'ani shart qildi. Endi yo'l xotirjam bo'lmasa istito'a bo'lmaydi. Yo'l xotirjam bo'lmasa urush bo'layotgan qanday bora oladi? Borolmaydi. Xuddi masalan uzuqlik qatnash vositasi bo'lmasa boramagandek urush bo'lib qolsa-mu, yo'lda qaroqchilik bo'ladigan, to'g'ri bo'lib oladigan ahvol bo'lsa borolmaydi. Zad va rahilni faqat mana misol tariqasida bayon qilgan shu qatorda berish uchun, ya'ni Makkaga salomot berib qaytib kelishga zarur bo'lgan hamma narsani shu ishga kirgizdi. Chunki yo'l bexatar bo'lishimi shart edi. قال وأهل مكة ومن حولها يجب عليهم إذا قدروا بغير راحلة لقدرتهم على الأداء بدون المشقة. راحلة مسلسة مكة هالسة وonun etrafındaki yakın joylardagi kishilar bular ular minmaymi miniblan berib besh qiladigan bo'lsa minib berib besh qilishi vojib bo'ladi. Rahila şart emas. Yani kudretihim alel adai bil meşyi demek. Bidun el meşakka. Yani minib cihapat atqılmay minib berib besh qiladigan bo'lsa rahila şart emas. Minishi lozim. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو يا ربما؟ Atanızga hiç farz bo'ldi, tamam? Atanız farzga bormoqchi.
o'g'li to'y qilgan holatda to'y qilmasa, gunoh qilgan bo'lsa, ota-onasi ajriga berish lozim. Kelar yılı birdiğin kazın vakit kep boğulsa, bölüp gelsin bu.